Assalomu alaykum hammaga. O'zA Geometry kitobi burchak tomon munosabatlari mavzusi 4-test birinchi qismini ko'rib chiqamiz xudo xolasa. Demak, misollarni ko'rishda davom etamiz. Birinchi misolimizda x ning oralig'ini topishimiz kerak ekan. X ning oralig'ini topish uchun birinchi o'sha uchburchak tengsizligi orqali topib ko'ramiz. Undan keyin bu yerda burchaklar haqida ma'lumot ketyapti. Bunga qarab turib oraliqni o'zgartiramiz. Demak, 2x ya'ni noma'lum tomon qolgan tomonlari ayirmasidan albatta katta. Ayirmasi bu 4 ga teng. 4 dan katta 2x. Bularning yig'indisi esa 12. 12 dan kichkina. Mana shu qo'sh tengsizlikni teng 2 ga bo'lib yuborsak, hamma hadlarni 4 ni 2 ga bo'lsak 2, x ni 2 ga bo'lsak, ya'ni 2x ni x bo'lib qoladi. Bu 6 bo'ladi. Demak, birinchi javobimiz 2 dan 6 gacha bo'lyapti. Endi bu yerda burchak haqida ma'lumot ketyapti. Bizga mana shu B burchak muhimroq, chunki bu 2x ni, ya'ni biz aytayotgan tomonni qarshisida turibdi. Xo'p, demak, B burchagimiz S burchagidan albatta kichkina ekan. S burchagimiz bu. Xo'p, buni qarshisida nima turibdi? 8 turibdi. Burchak qancha katta bo'lsa, uni qarshi tomon ham shunchalik katta bo'ladi deyilgan. Demak, 8 kattaroq nimadan? 2x dan. Xo'p, chunki bu yerda S burchagimiz B burchagidan kattami? Demak, S burchagining qarshisida 8 bor, B burchagining qarshisida esa 2x bor. Mana shu munosabat o'rinli bo'ladi. 2 ga bo'lib yuborsak, x imiz kichkina 8 dan. Shunchaki tengsizlikni teskaridan yozdim. 8 emas, bu 4 dan bo'ladi. Uzr. 2 ga bo'lib yuborish kerak edi. Xo'p, demak, x imizning qiymati 4 dan kichkina ekan. Xo'p, endi umumiy javob oladigan bo'lsak bitta son o'qida. Xo'p, birinchi javobimiz 2 dan nechigacha? 6 gacha bo'lyapti. 2 dan 6 gacha. Keyingisi 4 dan kichkina deyilyapti. Umumiy javob 2 bilan 4 ning orasi. 2 bilan 4 ning orasi bu A javobda berilyapti. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimizda burchaklar, ya'ni alfa, beta burchaklar berilyapti-da. Keyin x ning oralig'ini topish talab etilyapti. Birinchi bo'lib ABC uchburchakning tengsizligini tuzib olamiz va burchakka ko'ra yana ham aniqlashtiramiz. Demak, x ning qiymati tomonlar, ya'ni qolgan tomonlar yig'indisidan albatta kichik, ayirmasidan albatta katta. Ayirmasi 2. 2 dan katta. Xo'p, x imiz kichkina bo'ladi. Bularning yig'indisi 8 ga 6 ni qo'shsak 14. 14 dan kichkina. Endi burchakni ham kiritamiz. Burchak alfa 90 gradusdan katta ekan. Agar alfa 90 gradusdan katta bo'lsa, uni qarshisidagi tomonning kvadrati qolgan tomonlar kvadratlari yig'indisidan albatta katta bo'lar edi. Bu qoida bor edi. Mana shu qoidani ishlatib, yana bitta tengsizlik tuzib, umumiy javob olamiz. Ya'ni yuqoridagi ABC uchburchagi uchun. Pastdagi uchburchak uchun ham xuddi shunday qilib turib, oxirida umumiy javob olib qo'yamiz. Demak, x ning kvadrati katta bo'lar ekan, 6 ning kvadrati 36, qo'shilgan 8 ning kvadrati 64. Ya'ni x kvadrat katta ekan 100 dan. Bu kvadrat tengsizligini ishlaydigan bo'lsak, x ning qiymati katta bo'ladi 10 dan, x ning qiymati kichkina bo'ladi -10 dan. Xo'p, umumiy javob olsak, birinchi javobimiz 2 dan 14 gacha. Keyingi javobimiz 10 dan katta ekan. Keyingisi -10 dan kichkina. Umumiy javob 10 bilan 14 ning oralig'i. Demak, yuqoridagi ABC uchburchak uchun umumiy javob olib oldik. Endi BDS uchburchak uchun umumiy javob olamiz. Xo'p, boshlang'ich, ya'ni uchburchak tengsiz orqali javob olsak. X ning qiymati, bularda ayirmasi 12 dan 5 ni ayirsak 7. 7 dan albatta katta. Yig'indisi 17 dan kichkina. Endi burchak orqali ko'ramiz. Demak, burchak betamiz qarshisida x turibdi. Demak, x ning kvadrati, ya'ni beta 90 dan kichkina bo'lsa, x ning kvadrati tomonlar kvadratlari yig'indisidan albatta kichik bo'lar edi. X ning kvadrati kichkina. Xo'p, 5 ning kvadrati 25, 12 ning kvadrati 144. Xo'p, x kvadrat kichkina 169 dan. Demak, bu tengsizlikni ishlaydigan bo'lsak, x imiz bu yerga yozmaylik.
deb yozaylik. X'imiz qiymati -13 dan katta, 13 dan kichkina bo'ladi. Xo'p, hozircha ikkita javob bor. Buni birlashtiramiz. Birinchi javob 7 dan 17 gacha deyilyapti. Keyingisi esa 13 dan kichkina, -13 dan katta. Umumiy javob 7 bilan 13 orasi. Endi bu ikkala uchburchak uchun x umumiy tomon bo'layotganligi uchun bu ikkala javobni ham birlashtiramiz. Ya'ni son o'qidi. Birinchisining javobi 10 dan 14 gacha. 10 dan 14 gacha. Keyingisi esa 13 dan 17 gacha. Ya'ni bu tarzda. Shunda javob 10 dan 13 gacha bo'lyapti. Bu B varianti berilyapti. Hop, keyingisi 3-savolga o'tamiz. 3-savolda x ni minimum qiymatini topishimiz kerak ekan. Hop, birinchi bu uchburchak, ya'ni bu markaz D nuqta ekan. BDS uchun tengsizlik tuzib olamiz. Bu yerda hech qanaqangi burchak bermayapti, shunchaki uchburchak tengsizligi. X ni qiymati. Hop, bularni ayirmasi, ya'ni 8 dan 7 ni ayirsak 1. 1 dan katta. X ni qiymati yig'indisi, ya'ni 15 dan kichkina. Bu birinchi javob. Endi bu ADS uchburchak bo'yicha, chunki ADS uchburchagining bitta tomoni x. Hop, x ni qiymati, bularni ayirmasi 3 dan katta, yig'indisi 8 ga 5 ni qo'shsak 13 bo'ladi. 13 dan kichkina. Umumiy javob olamiz, chunki bu ikkala uchburchakning umumiy tomoni hisoblanadi. Birinchi javob 1 dan 15 gacha. Keyingi javob 3 dan 13 gacha. 3 dan 13 gacha. Xo'p, ikkalasi uchun umumiy javob 3 dan 13 gacha bo'ladi. Bizga x ni minimum qiymatini so'ralgan. 3 dan bitta katta son bu 4. Bu yerda x ni butun son deyilgani uchun 4 ni olyapmiz. Agar x butun son deyilmaganda edi, aniq bir son olish imkoni bo'lmas. Chunki 3.1 deyishingiz mumkin. 3.100 va hokazo. Demak, keyingi savolga o'tsak bo'ladi. 4-savol. 4-savolda x oralig'ini toping deyilyapti. Demak, tengsizlik orqali topamiz. Xo'p, demak, 9 ni qiymati yoki 4x plus 1 ni qiymati deb topsangiz bo'ladi. Ya'ni bitta tomonni qolgan tomonlar orqali ifodalashimiz mumkin. Demak, 9 ni o'rtaga olamiz. 9 o'rtaga. Xo'p, katta bo'ladi bularni ayirmasidan. Ya'ni 4x plus 1 dan 3x plus 4 ni ayirsak necha bo'ladi? Xo'p, 3x ni ayirsak bu yerda x qoladi, 4 ni ayirsak -3. Ya'ni x -3 dan katta. Xo'p, kichkina. Bularni yig'indisi 4x plus 1 ga 3x plus 4 ni qo'shsak 7 x plus 5 bo'ladi. Xo'p, mana shunday qilib ikkita tengsizlik ishlasak bo'ladi. Hozir bu ikkala tengsizlikni ajratib olamiz. Bu bittasi bo'ladi. Xo'p, demak x -3 kichkina 9 dan desak, x kichkina. Xo'p, 3 ni olib o'tsak, qo'shib bo'lib o'tadi 12 dan. Bu birinchi javob. Keyingisini bu yerga yozamiz. 7 x plus 5 katta 9 dan. 5 ni olib o'tsak bu tarafga ayirish bo'lib o'tadi. 7 x katta 5 ni ayirsak necha bo'ladi? 4. Hop, 7 ga bo'lamiz. 4 taqsim 7. Endi ikkala javobni birlashtiramiz. Bitta sanoq tuzadigan bo'lsak, bittasi aytayaptiki 4 taqsim 7 dan katta, yana bittasi 12 dan kichkina deyiladi. Demak, mana shu oralig'da bo'lar ekan. 4 taqsim 7 bilan 12 ning orasida. Bu javob D varianti berilyapti. Keyingi savolga o'tamiz. 5-savol. Bu yerda ham yuqoridagi holat, faqat bu yerda maksimum x bilan minimum x ni qiymatlari yig'indisi so'ralyapti. X butun son ekan. Hop, demak, avval x ni oralig'ini topib olishimiz kerak. Demak, 6 ni o'rtaga olamiz. Bularni ayirmasi 3x -3 dan 2x plus 4 ni ayirsak, 3x dan 2x ni ayirsak x, -3 dan 4 ni ayirsak -7 katta. Hop, endi kichkina bo'ladi. Bularning yig'indisida 5 x plus 1. Ikkalasini ikkita tengsizlikka ajratib olamiz, chunki bu holda ishlashning imkoni yo'q. Hop,
Birinchi tengsizlik x minus 7 kichkina 6 dan. X kichkina 7 plus bo'lib o'tsa 13 bo'ladi. Keyingisi bu tengsizlik 5x plus 1 katta ekan 6 dan. Hop, 1 ni olib o'tsak ayirish bo'ladi. 5x katta 5 dan 5 ga bo'lsak x katta 1 dan. Umumiy javob olsak 1 dan katta 13 dan kichkina. Demak, mana shu oraliq x oralig'i ekan. Bizga maksimum x kerak birinchi. Maksimum x'imiz 12 bo'ladi, chunki bu yerda butun son olishimiz kerak. 12. Minimumi esa 2 bo'ladi. Ikkalasini yig'indisi nechaga teng bo'ladi? 14 ga teng bo'ladi. Bu javob C javobda berilyapti. Keyingisi. Hop, bu yerda x plus y ni oraliq so'ralyapti. Bizda qoida bor edi. X plus y'imiz bu tomon va bu AC tomonlari yig'indisidan kichkina, bu BC tomondan nima bo'lardi? Katta bo'lar edi. Ya'ni bu o'rtada joylashgani uchun. Mana shunaqa qoida bor edi boshida, mavzuni boshida kelgan. Xo'p, mana shu qoidaga qo'ysak, 7 dan katta x plus y kichkina 4 ga 10 qo'ysak 14 dan kichkina. Ya'ni mana shu oralig'ida bo'lar ekan. Endi bizga maksimum so'ralyapti. Maksimum bo'lsa 14 dan bitta kichkina son 13 ni olamiz. Minimum so'ralyapti. 7 dan bitta katta son 8 ni olamiz. Ayirsak 5 degan javob kelib chiqadi. To'g'ri javob B. Keyingisi. Buni ham o'sha qoidaga qo'ysak bo'ladi. X ni topish uchun bizga yuqoridagi 4 bilan 7 shart emas, chunki bizga maksimum x so'ralyapti. Ya'ni x dan katta bo'lishi kerak. Albatta 3 bilan 4 ni yig'indisi, ya'ni 7. Xo'p, 7 ga eng yaqin butun son bu 6. Demak, x qiymati necha bo'lar ekan? Maksimum qiymati 6 bo'lar ekan. Yozib edik. Xo'p, bu javob E javobi berilyapti. Endi 8-savol. 8-savolda maksimum x uchun maksimum y ni toping deyilyapti. Xo'p, demak bu uchburchak tengsiz orqali x ni maksimum qiymatini topamiz. X'imiz katta bo'ladi, bularni ayirmasi, ya'ni 3 dan kichkina bo'ladi, bularni yig'indisida, ya'ni 11 dan. Demak, x ni qiymati, maksimum qiymati 10 bo'la oladi. Butun son, ya'ni natural son deyilyapti. 10 bo'ladi. Demak, x ni 10 deb oldik, chunki maksimum qiymati 3 deyilyapti. Xo'p, endi y ni maksimum qiymatini topishimiz kerak. Testga tuzamiz. Y ni qiymati bularni, ya'ni 10 bilan 6 ni ayirmasdan katta. 10 dan 6 ni ayirsak 4 katta. Hop, yig'indisidan kichkina 16. Demak, y ni maksimum qiymati 16 dan bitta kichkina son, ya'ni 15 bo'ladi. Bu javob C javobida berilyapti. Demak, shu bilan birinchi qism, ya'ni 4-chi testning birinchi qismi yakunlandi. Xudo xolasa yaqin kunlarda ikkinchi qismini ham chiqaramiz. Qandaydir misollar ishlanishida tez ishlanib ketayotgan bo'lsa yoki qanaqadir kamchilik bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, xudo xolasa to'g'rilashga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.